Assalomu alaykum hammalarga. Mana 20 talik verniy galini o'rnatib qo'ydik. Juda xodovoylar bilan. Hop. Now. Bitta nasos приблизительно 150 kvadrat teplый polga. Xodovoyda krani bekik, sababki endi yoqildi. Havolar bo'lsa bemalol chiqib oladi. Chiqib olgandan keyin bir kundan keyin ochib qo'yilaveradi. Ya'ni keyin smeska o'zab ketaveradi. Dimoxod o'ralgan mana. Dimoxod обязательно shunday o'ralish kerak, kondensat oqmasligi uchun. O'zi maydan kondensatni qo'l dukat qiladi bo'lsa. Mana edi. Hammalarga assalomu alaykum. Mana 30-kuni ham bitta kotel chiqarib olyapmiz. Bu ikkinchisi. Bittani hozir nimaga chiqardik a? Fermaga chiqardik. Ikkinchisini mana hozir haqlovatga chiqarib olyapmiz. Buni o'rnatib kelishadi, xudo xolasa o'zimiz borlar. 10 talik verniy galini eng ali serob sotiladigan kotelimizda. Mana avaz birga olib ketyapti. Like, podpiskalar o'tgan chiqarsa hammalarga yangi videolar bilan. Hammalarga assalomu alaykum. Kirib kelayotgan yangi yillar qutlug' bo'lsin. Mana bugun 31-dekabr 2025-yil. Kosonga kotel chiqarib olyapmiz. Narxi $650, dansapkalari ichida. Garantiyasi 2 yil. Mana ketyapti, hozir telefon qilishini, srochniy kotel deyishdi. Bayram kuni ham dam olishi mana o'rtoqlar iloji yo'q, jo'natyapmiz. Like, podpiskalar esdan chiqmasin. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Chiroyli qilib beramiz. Hammalarga yangi yil qutlug' bo'lsin.